Assalomu alaykum kelajak mediklar. Biz sizlar bilan oldingi darsimizda moddani bo'lib chiqqandik, to'g'rimi? Ya'ni turlarga bo'lgandik. Ya'ni moddamiz sof modda, aralashmaga bo'linadi. Sof modda o'z navbatida demak oddiy modda va murakkab moddaga bo'linadi. Oddiy moddalarni metal emaslarga, murakkab moddalarni anorganik, organik moddalarga bo'lgandik. Ana endi mana shu moddalarni biz xossalari haqida gaplashamiz. Buni odamlar misolida tushuntirib bersam bo'ladi. Misol uchun har bitta odam individ hisoblanadi. Ya'ni odam qaysidir xossasi bilan bir-biridan farq qiladi. Misol uchun men bilan yonimga meni o'rtog'imni qo'yadigan bo'lsangiz, bir-birimizni farqli bilasizmi? Menga qarab Husniddin deysiz, to'g'rimi? Misol uchun taniydigan bo'lsangiz. Bu o'rtog'imga qarab, misol uchun ismini aytasiz. Misol uchun birorta o'rtog'imning ismi. Endi ismini aytmay xafa bo'lib qolmasin, qaysidir biror bir demak o'rtog'imning ismini aytasiz. Demak, shundan kelib chiqqan holatda moddalarga ham xuddi shunday ajratsangiz bo'ladi. Ya'ni moddaning xossalariga qarab turib ikkita modda berilgan bo'lsa, ha bu modda mana bu modda mana bu deb aytib olasiz. Misol uchun mana bu qo'limga toshni olib, mana bu qo'limga suvni oladigan bo'lsam yoki anor aytaylik, bunga suvni, bunga misol uchun keling tuzni olaylik. Suv bilan tuzni olsam, siz mana bu tuzga qarab turib suv demaysiz-ku, to'g'rimi? Yoki suvga qarab turib tuz demaysiz-ku, to'g'rimi? Nima uchun bir-biridan aynan buni suv deyapsiz, aynan buni tuz deyapsiz? Bunga sabab uning xossalaridan kelib chiqqan holat. Suvni suyuqligini ko'rib turibsiz, rangsizligini ko'rib turibsiz, to'g'rimi? Yoki da bo'lmasa, keyin ta'mini tatib ko'rib, misol uchun ta'msizligini bilib turibsiz, to'g'rimi? Hidi hidsizligini. Misol uchun osh tuziga qarab rangi oqligini, qattiqligini bilib turgan holatda siz uni osh tuzi deyapsiz. Mana shu aytgan barcha xususiyatlarimiz moddaning xossalari deb ataladi. Tushundingizmi? Xossa demak bir moddani boshqa moddadan ajratib turadigan xususiyatlariga uning xossalari deb ataladi. Ya'ni o'ziga xos jihatlari. Tushundingizmi? Demak, bu moddaning xossalari. Ana endi mana shu xossalardan kelib chiqqan holatda moddalar har xil hodisalarga uchraydi. Misol uchun odam o'zini misol uchun hayotda yashashdan kelib chiqqan holatda endi odam bilan solishtirish sal xatoroq bo'ladi. Mayli keling solishtirib ko'ramiz. Misol uchun qaysidir odamlar nimagadir nisbatan yaxshi fikrlaydi. Misol uchun matematik fikrlash yaxshi. Demak, u matematik hisob-kitoblar jarayonida ishtirok etadi ko'proq. Misol uchun qaysidir odam san'atni yaxshi ko'radi. Shuning uchun misol uchun nimalarnidir tog'larni, misol uchun tashqaridagi narsalarni rasmini chizadi, misol uchun ko'chadagi. Bu qandaydir jarayon, ya'ni hodisa. Xuddi shunday modda ham o'zini xossalaridan kelib chiqqan holatda qandaydir hodisalarga uchraydi. Tushundingizmi? Bu mavzumiz umumiy tushunishingiz uchun kerakli bo'lgan qismi hisoblanadi. Ana endi aynan moddaning xossalariga va hodisalariga to'xtalamiz. Demak, moddaning xossalarini birinchi navbatda yana ham yaxshiroq tushunib olish uchun aynan 4 xil modda berilgan va uning xossalari o'zini ostiga berilgan. Ayrim xossalar, to'liq xossalar yozilmagan. Har bitta moddani xossasini yozaman desangiz, yuzlab xossaga ega bo'ladi. Misol uchun odamni ham siz ayrim xossalarni aytasizda, misol uchun Husniddin qanday aytsa, misol uchun bo'yi uzun, misol uchun ozg'incharoq yigit deb aytasizda, misol uchun, to'g'rimi? Ya'ni hamma ma'lumotlarni bermaysiz yoki bo'lmasa, men misol uchun ko'k kostyumda men hozir o'tiribman, kim bilandir misol uchun telefonda gaplashyapman, birinchi marta ko'rib turib, "Ha, men ko'k kostyumda bo'yim uzunroq yigitman" desam, demak meni ko'rib keladi oldimga, to'g'rimi? Moddaning ham xuddi shunday xossalari bor va bu yerda ayrim xossalari berilgan. Ya'ni misol uchun mana bu osh tuzi. Osh tuzi demak mana qattiq oq rangda suvda eriydi, yonmaydi. Buni bilamiz har bittasi. Ya'ni suvda solsangiz eriydi, yoqib ko'rsangiz yonmaydi. Demak, bu osh tuzining xossalari, o'ziga xos jihatlari. Endi ko'mir. Ko'mir misol uchun qattiq, to'g'rimi? Qattiq ko'rgansiz, qora rangli, suvga solsangiz suvda erimaydi va yoqsangiz ko'mir yaxshi yonadi. Mana shu ko'mirda demak osh tuzidan ajratib turadigan xossalari bir-biridan. Tushunyapsizmi? Ya'ni qattiqligi misol uchun uni etil spirtidan ajratib turadi. Ya'ni faqatgina bitta xossasi bilan emas. Misol uchun bizga bitta xossa yetarli bo'lmasligi mumkin ajratayotgan vaqtda. Misol uchun osh tuzi va ko'mirni farq qilayotganda, misol uchun osh tuzi va ko'mir turibdi. Ustini yopib qo'yganmanda, ikkalasi bittasida osh tuzi, bittasida ko'mir bor desam, misol uchun ikkalasi ham qattiq deydigan bo'lsam, bu agregat holat orqali biz ikkalasini farqlay olmaymiz, chunki ikkalasi ham qattiq holatda. Lekin misol uchun ko'mir bilan suvni qo'yib usti yopiq idishda turadigan bo'lsa, ko'rinmaydigan holatda, misol uchun bittasida ko'mir, bittasida suv bor. Bittasi qattiq, bittasi suyuq desam, siz birdaniga suyug'i suv, demak qattig'i ko'mir deb topib olasiz. Ya'ni qaysidir moddalarni bir-biridan farqlash uchun bitta xossasi yetarli bo'ladi. Qaysidir moddalarni bir-biridan farqlash uchun bitta xossasimiz balki 2 ta, balki 3 ta, balki o'nlab xossasi kerakli bo'lishi mumkin ekan. Misol uchun osh tuz bilan ko'mirda ikkinchi xossasi yetarli bo'ladi. Rangini aytib qo'ysak kifoya. Bittasi oq rangli, bittasi qora rangli desak, usti yopiq holatda albatta, siz ham demak oq ranglisi osh tuzi, qora ranglisi ko'mir deb bittaga ayta olasiz. Suvda erish erimasligi ham xossasi, yonish yonmasligi ham uning xossasi. Ya'ni u haqida aytilgan ma'lumotlar.
Ana endi etil spirti misol uchun suyuq, suv ham suyuq misol uchun. Etil spirti demak shaffof, suv ham shaffof. Ko'rib turganingizdek, umuman hech qanday deyarli ko'rib turadigan tashqi xossalar orqali uni aniqlay olmaymiz-da. Misol uchun, uni birinchi navbatda hid orqali aniqlasak bo'ladi. Agar zaharli modda bo'lsa, hidlash mumkin emas. Ta'mini totib ko'rish ham mumkin emas. O'zi aslida. Misol uchun, spirtni, etil spirtini hidini yengil, yelpib hidlaydigan bo'lsak, o'ziga xos hidli. Suv hidsiz. Misol uchun, etil spirti bilan suvni ko'rib turibsiz, demak hidi orqali ajrata olasiz. Agar hidlash mumkin emas bo'lgan holatda bo'ladigan bo'lsa, uni hidi orqali ham, ta'mi orqali ham ajrata olmaysiz. Agar mumkin bo'lmasa, qoida bo'yicha. Mana turibdi, etil spirt, suv qanday farqlaysiz? Keyin davom etasiz. Demak, etil spirtini yoqib ko'rasiz, suvni ham yoqib ko'rasiz. Suv yonmaydi, etil spirti yonadi. Ha, demak, mana bunda etil spirti bor, yonganligi uchun, ha, demak, bu suv deb bir-biridan farqlaysiz. Ko'ryapsiz? Kerak bo'lsa, bizga ikkita xossasi ham yetarli bo'lmayapti. Uchinchi xossasi orqali biz farqlay olyapmiz. Keyingisi, misol uchun, qaynash temperaturasi orqali farqlasak bo'ladi. Misol uchun, suvni qaynashini ko'rgansiz, to'g'rimi? Suv bug'lanib ketadi. Ya'ni suv idishda turgan bo'lsa, chiqib bug'lanib ko'rinmay ketadi. Ya'ni suv qolmaydi agar to'liq bug'latadigan bo'lsangiz. O'sha uchun necha gradus kerak desa, 100 gradus. Ya'ni 100 gradusda suv qayna boshlaydi. Etil spiritni qaynatish uchun 78 gradus kerak bo'lar ekan. 100 gradusgacha oshirsangiz suv qaynaydi, 70 gradus, 78 gradusgacha qaynatsangiz, demak etil spirti qaynab boshlaydi. Bu ham uni demak xossalari, ya'ni u haqida istalgan bitta modda haqida ma'lumot aytdingizmi, uning xossalari hisoblanadi. Mana endi moddaning xossalari ikkiga bo'linar ekan: fizik xossalar va kimyoviy xossalar. Fizik xossalar deb inson sezgi organlari yokida biror bir asbob uskuna orqali o'lchanadigan ma'lumotlar demak fizik xossalari deyiladi. Misol uchun rang, hid, ta'm. Fizik xossalarni biz ko'p uchraydiganini yozib o'tganmiz. Bundan tashqari yana boshqa fizik xossalar bo'lishi mumkin. Lekin sizda asosan mana shular uchraydi. Demak, birinchi navbatda rangi, hidi, ta'mi. Rangini demak inson ko'zi orqali ajratadi. Hidini demak sezgi organi burun orqali demak hidini ajratamiz. Ta'mini demak tatib ko'rib ajratsak bo'ladi. Kimyoviy moddalarni o'zi ta'mini totish mumkin emas hech qanday holatda. Endi misol uchun aynan suvligini 100% bilsangiz va misol uchun yonida yana bitta zaharsiz odam misol uchun iste'molda ishlatiladigan modda turgan bo'lsa, farqlash uchun ishlatsangiz bo'ladi, aynan yozib qo'yilgan bo'lsa. Boshqa holatda mumkin emas. Ya'ni yozib qo'yilgani bu qanday? Misol uchun sho'rvaning ta'mini ko'rasiz, to'g'rimi? O'shana holatlar uchun aytaman. Kimyoviy laboratoriyada mumkin emas aslida. Lekin fizik xossasi baribir bu. Demak, rangi, hidi, ta'mi fizik xossasi ekan. Agregat holati. Agregat holatini ham demak qattiq, suyuq, gazligini, misol uchun mana bu qattiq bo'ladigan bo'lsa, suv suyuq bo'ladigan bo'lsa, misol uchun mana bu havoyimiz demak gaz bo'ladigan bo'lsa, ularni bir-biridan agregat holatlar bilan ajrata olasiz. Ularning agregat holatlari. Biz o'tganmiz agregat holat. Demak, uning fizik xossalari ekan. Demak, ko'zimiz bilan ajratdik, uni ham sezgi organlari. Demak, qaynash va suyuqlanish va muzlash temperaturalarini demak maxsus apparatlar orqali aniqlaymiz. Misol uchun oddiy termometr yordamida ham aniqlasak bo'ladi. Maxsus termometrlarda endi qaynash va suyuqlanish va muzlash temperaturalari. Misol uchun qaysidir modda nechadir gradusda qaynaydi. Misol uchun suvda oladigan bo'lsa 100 gradusda qaynaydi, to'g'rimi? Yokida bo'lmasa suyuqlanish. Misol uchun qattiq muz turibdi, ya'ni suv, H2O tarkibi, qattiq muz. Mana shu muzimiz demak suyuqlanish kerak. Suyuqlanish uchun necha gradus kerak? Ya'ni 0 gradusdan ko'tarilib boshlash kerak. Ya'ni minusda turgan bo'lsa temperaturamiz, ya'ni suyuqlanish temperaturasi 0 gradus. Ya'ni 0 gradusdan yuqoriga o'tgan sari demak suyuqlana boshlaydi 1 gradusdan boshlab, to'g'rimi? 0 dan 1 ga o'tish oralig'ida. Xuddi shunday muzlash temperaturasi bor. Misol uchun suv turgan bo'lsa, demak suv 0 gradusda muzlaydi. Bu uning muzlash temperaturasi. Uni demak maxsus termometrlar orqali hisoblasak bo'ladi. Erish qobiliyati. Kimyoda erish qobiliyati deganda misol uchun shunchaki erib qolishi nazarda tutilmaydi. Nimadadir eritish nazarda tutiladi. Misol uchun suvda, muzda erishi deganda u muzning suyuqlanishi nazarda tutiladi o'zi aslida. Erish jarayoni, aynan erish jarayoni, erish qobiliyati biror bir moddani nimadadir erishi nazarda tutiladi. Suvda ko'pincha olinadi. Misol uchun suvda, misol uchun boya ko'rdik, erish qobiliyatini. Suvda eriydi, erimaydi deb. Mana osh tuzi bilan ko'mirni erish qobiliyatini solishtiradigan bo'lsak, osh tuzi suvda eriydi, ko'mir suvda erimaydi. Bu uning demak qanaqa xossasiga kirar ekan? Fizik xossasiga kirar ekan. Demak, ko'zimiz bilan ko'rib ham ajratib olamiz. Eriyapti, erimayapti, to'g'rimi? Issiqlik va elektr o'tkazuvchanligini. Uni demak issiqlik va elektr o'tkazuvchanligini biz metallar mavzusida gaplashgandik bundan oldin. Misol uchun metallar issiqlik o'tkazadi, elektr tokini yaxshi o'tkazadi, to'g'rimi? Ya'ni biz buni his qilamiz. Elektr tokini o'tkazuvchanligini misol uchun lampani yoqish orqali biz ko'rsak bo'ladi. Misol uchun
elektr tok turibdi. O'sha elektr tokka misol uchun tokni lampani ulaydigan bo'lsak va orada o'sha istalgan bir moddani qo'yadigan bo'lsak, ikkalasini orasiga o'tkazuvchi sifatida bu tarafda demak, misol uchun lampa, bu tarafda tok, ya'ni elektr toklar. O'sha ulagan vaqtingizda tok o'tib lampa yonadigan bo'lsa, demak bu elektr yaxshi o'tkazar ekan. Lampa sekin, ya'ni juda ham xira yonadigan bo'lsa, demak bu modda, o'rtada turgan modda yomon o'tkazar ekan deb aytsangiz bo'ladi. Yokida bo'lmasa lampa umuman yonmaydigan bo'lsa, demak bu elektr tokini o'tkazmas ekan deb aytsangiz bo'ladi. Endi jarayonni to'g'ri amalga oshirsangiz. Keyingisi zichligi. Misol uchun zichligi degani nima degani? Ma'nosi oddiyroq tushuntiramiz hozir. Ya'ni zichlik mavzusi bor, o'zi alohida keyingi darslarda gaplashamiz. Zichlikda oddiyroq tushuntiradigan bo'lsak, hozircha qanday tushuntirsak bo'ladi? Kichkina joyga qancha ko'p massada og'irlik ketadigan bo'lsa, u zichligi katta modda deyiladi. Qancha kam narsa ketadigan bo'lsa, ya'ni yengil narsa ketadigan bo'lsa, u zichligi demak kichik deyiladi. Misol uchun oladigan bo'lsak, zalda og'ir toshlar bor. Toshning kattaligi mana shuncha bo'lib turadigan bo'lsa ham, misol uchun kichkina mana shuncha bo'ladigan bo'lsa ham, taxminan 10 kilo, 20 kilo keladi. Lekin mana shuncha paxtani oladigan bo'lsangiz, juda ham yengil. Bunga sabab nima deydigan bo'lsangiz, paxtani zichligi demak, mana shuni metal, qaysidir metaldan qilingan bo'lsa, mana shu metal zichligidan kichkinaroq degan misol uchun. Yokida bo'lmasa o'sha metalning hajmida xuddi metalni idishini tayyorlab, uni ichiga suv to'ldiradigan bo'lsangiz, suv yengil bo'ladi albatta. Metalni ko'tarsangiz og'ir bo'ladi. Sababi nimada? Metalning zichligi katta. Ya'ni o'sha kam joyda metaldan demak ko'p og'irlik ketgan. Suvdan ham o'sha joyga demak kam og'irlik ketgan, bunda nisbatan ko'proq. Ya'ni bir-biridan moddalarni zichligi orqali ham ajratsangiz bo'ladi. Zichliklari deyarli moddalarda bir-biridan farq qiladi. Xuddi odamning barmoq izlari bir-biridan farq qilgani kabi moddalarning zichligi bir-biridan farq qiladi. Ya'ni zichlik orqali ham aniqlasak bo'ladi. Masalan, qaysidir kichik modda zichligi qaysidir katta, shu orqali ham buni zichligi bunga teng, 1 ga teng, masalan, buniki 2 ga teng. Masalan uchun suv bu 2 ga teng boshqa modda deb demak ajratib olsak bo'ladi. Bu ham demak uning fizik xossasi ekan. Ya'ni buni maxsus apparatlarda demak asboblarda o'lchanadi. Yopishqoqligi ham maxsus, masalan uchun yopishqoq massaga shunday bilsangiz ham bo'ladi. Masalan qarab turgan holatda bu yopishqoq modda ekan, bu demak yopishqoqligi kamroq ekan degan holatda bir-biridan moddalarni ajratsangiz bo'ladi. Magnitga tortilish xususiyati. Bu uchun magnit kerak bo'ladi. Magnitga shunchaki tortib ko'rasiz. Magnitga tortilsa demak bu magnitga yaxshi tortilar ekan, bu yomonroq tortilar ekan deb baho berasiz. Keyingisi bolg'alanuvchanligi. Bolg'alanuvchanligi boshqa, cho'ziluvchanligi boshqa. Bolg'alanuvchanligi, misol uchun mana bunday metal turibdi, to'g'rimi? Bitta metalni urganimda pachaqlanib, misol uchun yassilanib qoladi, misol uchun tekis bo'lib qoldi. Misol uchun oldinlar qilichni tayyorlagan ko'ryapsiz, qalin metalni urgan, misol uchun qalin holatda ochilib, misol uchun qilich holatiga kelgan. Bu uning bolg'alanuvchanlik xususiyatini bildiradi o'sha moddani. Cho'ziluvchanlik nima desa, mana bu mis simlarini demak cho'zib simlar tayyorlanadi, to'g'rimi? Ya'ni qaysi sim yaxshi cho'zilishini qayerdan bilamiz? Ya'ni uni cho'zib ko'rishimiz kerak. Cho'zib uzilib ketmaydigan bo'lsa, maxsus sharoitlarda amalga oshiriladi albatta. Ya'ni qaysi biri ko'proq cho'ziladigan bo'lsa, shu cho'ziluvchanroq deb aytamiz. Demak, bu aslida metallarga nisbatan ishlatiladi. Yaltiroqligi, asli bu ham metallarga, misol uchun metallar yaltiroq bo'ladi. Misol uchun metal unchalik yaltiroq bo'lmaydi nisbatan metallarga nisbatan. Qattiqligi, ya'ni qaysidir modda juda ham qattiq bo'ladi, qaysidir modda qattiqligi pastroq bo'ladi. Uni misol uchun nima qilgan zarbalar bergan vaqtimizda sinmasligi qarab baholasak bo'ladi. Demak, bu uning fizik xossalariga. Fizik xossalarini demak inson ko'zi bilan ko'rib yoki bo'lmasa qandaydir o'lchov asboblari orqali o'lchasak bo'lar ekan fizik xossalarni. Ana endi fizik xossa bilan kimyoviy xossani qanday qilib ajratamiz? Kimyoviy xossa, oddiy tilda aytadigan bo'lsak, moddaning reaksiyaga kirish qobiliyati. Misol uchun aytadigan bo'lsak, mana bu gaplashgan moddalarimiz. Demak, qattiq oq rangli suvda eriydi deyishimiz bu uning fizik xossalari ekan. Endi mana bu oxirgi yozganimiz yonadi, yonmaydi deb yozdik. Yonish, yonmasligi bu uning kimyoviy xossalari hisoblanadi. Uni qaysidir asbob uskuna orqali o'lchab bo'lmaydi. Misol uchun ko'mirni yoqish, yonmasligini qayerdan bilamiz? Biz ko'mirni yoqib ko'rishimiz kerak. Lekin yoqib ko'rdikmi, u yerda jarayon amalga oshiradi, ya'ni kimyoviy hodisa amalga oshiriladi. Lekin biz misol uchun men bitta o'rtog'im bilan ko'mirga qarab turib, yonadi, yonmaydi deb mana shuni hal qilishimiz uning kimyoviy xossasini bildiradi. Misol uchun ko'mirda yonish, yonmasligini lekin qayerdan bilamiz? Yoqib ko'rishimiz kerak. Misol uchun ko'mirni men ko'rganman, yongan. To'g'ri, men aytaman do'stimga. Bu ko'mir va bu ko'mir yonadi. Men ko'rganman bu jarayonni deb aytishim bu kimyoviy xossasi hisoblanadi. Ya'ni ko'mir yonish, yonmasligini siz ham bilasiz. Misol uchun hozir shunchaki so'z aytishingiz bu kimyoviy xossasi hisoblanadi. Tushundingizmi?
kimyoviy xossalarini bilish uchun nima qilishimiz kerak ekan? Biz qandaydir hodisalarni amalga oshirishimiz kerak. Ya'ni o'sha ko'mirni yoqishimiz kerak. Ya'ni jarayon amalga oshishi kerak. Jarayon, hodisa ikkalasi bir xil tushunchada deyarli. Ya'ni ko'mirning yonish qobiliyatini isbotlashimiz uchun yoqib ko'rishimiz kerak. Ya'ni kimyoviy xossalar faqatgina kimyoviy hodisalarda bilinar ekan. Demak, moddaning reaksiyaga kirish qobiliyati uning kimyoviy xossasi asosiy. Mana bu qolgan hammasida kimyoviy hodisalar ro'y beradi. Ya'ni kimyoviy reaksiyalar ro'y beradi. Metall va metall massasining xossalarini ham kimyoviy reaksiyalar orqali isbotlaymiz. Asosli amfortarlik, kislotalik xossalarni ham reaksiyalar orqali, oksidlovchilik va qaytaruvchilik qobiliyatlarini. Bu xossalarni hozir tez-tez aytib o'tib ketaman, chunki buni hozir tushuntira olmayman. Bularni o'zi alohida mavzularda, keyingi mavzularda navbati bilan gaplashib boramiz. Shunda masalan asos, kislota mavzularini o'tayotganda, demak, mana bu naqa bo'lganligi uchun bu asosli xossasi bor ekan. Buni buna xususiyati bo'lganligi uchun kislotalik xossasi bor ekan deb o'zingiz xulosa qilib ketaverasiz. Oksidlovchilik va qaytaruvchilik qobiliyati ham xuddi shunday. Faqat siz bilan yonish qobiliyatini tushuntirsam bo'ladi. Misol uchun aytib o'tgandek, yoqadi, yonadi, yonmaydi. Mana shu yonish qobiliyati demak, uning kimyoviy xossasi hisoblanadi. Fizik xossa emas, misol uchun ko'mirda yonmasligini qaysidir asbob uskunalar bilan amalga oshirib bo'lmaydi. Yoqdingizmi, u boshqa moddaga aylanib qoladi. Keyin ko'mir qolmaydi. Lekin misol uchun siz aytishingiz mumkin, qaynash va suyuqlanish temperaturalarini ham biz nima qilib baribir termometrda, maxsus termometrlarda o'lchayapmiz-ku, yonmasligini ham yoqib ko'ryapmiz, ikkalasi ham jarayon boryapti-ku deb aytishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa qaynaganda qaynash jarayon boryapti-ku bunda deb aytishingiz mumkin. Ikkalasining farqi fizik xossalar, demak, nima qilib yangi modda hosil bo'lmaydi fizik xossalarni o'zgartirgan vaqtimizda. Lekin kimyoviy xossalarni o'zgartiradigan bo'lsak, ya'ni hodisaga uchratadigan bo'lsak, oddiyroq qilib aytadigan bo'lsak, yoqib ko'radigan bo'lsak, ko'mir qolmaydi endi. Misol uchun ko'mirni yoqingda, 1 kilo ko'miringiz bordi, yoqib yuboringda, keyin uyingizga yana o'sha 1 kilo ko'mirni qaytarib olib ketib bilasizmi? Misol uchun tog'ga chiqdingiz, ko'mirni yoqdingiz, shashlik qildingiz, uyingizga qaytarib olib ketmoqchisiz. Endi ko'miringiz yo'q, yonib bo'ldi. Kulga aylandi. To'g'ri? Ya'ni boshqa moddaga aylanib ketdi. Lekin suvda misol uchun endi bug'latib osmonga o'chirib yuborsangiz ushlolmaysiz albatta. Misol uchun muzni eritadigan bo'lsangiz, suyuq holatga o'tdi, yana suyuq holatdan xolodilnikka solib qo'yib muzlatadigan bo'lsangiz, yana muz holatiga qaytadi u narsa. Ya'ni suv yo'q bo'lib qolmayapti, lekin bu yerda ko'mirimiz yo'q bo'lyapti. O'zi kulga aylanyapti, bir qismi karbon bo'lib chiqib ketib qolyapti, shunaqa. Keyingisi parchalanish qobiliyati. Parchalanish qobiliyatini ham u moddani parchalab ko'rish kerak. Parchalanish qobiliyati deganda, misol uchun mana bu haykalcha turgan bo'lsa qo'limda, uni bitta urib parchalanish qobiliyati aniqlanmaydi. Bu shunchaki maydalanish deyiladi. Parchalanish nima deyilsa, demak, yuqori temperaturaga o'tkazganimda u boshqa moddalarga ajralish uning parchalanishi deyiladi. Tushundingizmi? Misol uchun suv moddasini oladigan bo'lsak, juda yuqori temperaturada suv vodorod va kislorodga ajraladi. Alohida gaz bo'lib chiqib ketadi. Bo'ldi, endi suv yo'q. Yoki bo'lmasa elektr tokini o'tkazishimiz kerak. O'zi asosan elektr tokini o'tkazadigan bo'lsak, demak, maxsus sharoitda elektr tokini o'tkazadigan bo'lsak, suvdan vodorod va kislorod alohida ajraladi. Vodorod yonuvchan gaz, kislorod misol uchun yonishga yordam beradigan gaz misol uchun. Mana shunday alohida parchalanib ketish kerak alohida moddalarga. Bular haqida gaplashamiz keyingi mavzularda. Ya'ni juda ham chuqur tushunmasangiz ham hozirgina farqlab bilishingiz kerak. Fizik xossa nima, kimyoviy xossa nima. Kimyoviy xossalarni demak, kimyoviy hodisalar orqali aniqlab olamiz. Misol uchun zaharli ekanligini. Misol uchun siz nimadir iste'mol qildingiz, to'g'rimi? Nimadir iste'mol qilganingizda zaharlandingiz, misol uchun. Zaharlanganingizda kimyoviy hodisa ro'y beradi-da organizmingizda. O'zidan o'zi shunchaki uni aniqlab bo'lmaydi. Misol uchun men moddaga qarab turib, bu zaharli, zaharsiz degan, misol uchun qandaydir laboratoriya misol uchun uskunalar orqali aniqlab bo'lmaydi. Uni aynan iste'mol qilib, aynan ta'sir ettirib ko'rish kerak. Shunda zaharli, zaharsizligi bilinadi. Ya'ni kichik laboratoriyalar amalga oshirish kerak bo'ladi. Korroziyaga uchrash. Misol uchun qaysidir metall korroziyaga uchraydi, qaysidir bittasi korroziyaga uchramaydi. Misol uchun temirda ko'rgansiz, to'g'rimi? Korroziyaga uchrash. Bu ham demak uning kimyoviy xossasini anglatadi. Ya'ni fizik xossa va kimyoviy xossalarni shunchaki yodlab olsangiz, bunisi fizik, bunisi kimyoviy xossa desangiz ham bo'ladi. Farqini tushuntirib o'tdim. Fizik xossalarni aynan sezgi organlarimiz orqali yokida bo'lmasa asbob uskunalar orqali farqlasak bo'ladi. Kimyoviy xossalarni esa demak bu moddaning reaksiyaga kirish qobiliyati. Biz u qobiliyatni qayerdan bilamiz? Reaksiyaga kirishtirib ko'rishimiz kerak. Reaksiyaga kirishtirib ko'rmasdan, ya'ni parchalab, zaharlab, misol uchun korroziyaga uchratib ko'rishimiz kerak. Aynan shularni qilmagan holatda biz uni kimyoviy xossasini bila olmaymiz. Lekin har bitta moddaning kimyoviy xossalari aniqlab qo'yilgan, shularni demak bilishimiz kerak.
Misol uchun suvning fizik xossalari va suvning kimyoviy xossalarini berilgan ma'lumot o'rnida. Misol uchun suv rangsiz, hidsiz, ta'msiz, suyuqlik, 0 gradusda muzlaydi, 100 gradusda qaynaydi. Suv elektr tokini yomon o'tkazadi, misol uchun zichligi, misol uchun 4 gradusda 1 ga teng. Demak, bu uning fizik xossalari, ya'ni o'lchab bo'linadigan yoki bo'lmasa aytib o'tganimdek, inson sezgi organlari bilan ajratib bo'ladi. Lekin misol uchun suvning kimyoviy xossasi, suvning yonmasligini qayerdan bilasiz? Yoqib ko'rish kerak edi uni. Shundan keyin suv yonmaydi degan xulosaga keladi. Suv yonmaydi deb aytadigan bo'lsangiz, uning kimyoviy xossasi hisoblanadi. Bu yerda hodisa jarayon bormaydi. Suv shunchaki yonmaydi deyapsiz. Parchalanganda vodorod va kislorod hosil qiladi deyapsiz. Siz vodorod va kislorod hosil qilishini ko'rsatib bermayapsiz jarayonda. Bu uning kimyoviy xossasi. Aktiv metallar bilan reaksiyaga kirishadimi yoki kirishmaydimi degan savolga javob bersangiz, kimyoviy xossasi. Ko'ryapsan, hammasi reaksiya bu yerda. Oksidlovchi vazifasini bajaradi. Bu ham reaksiyada oksidlovchi vazifasini bajaradimi, bajarmaydim degan savolga, ya'ni oksidlovchimi reaksiyada yo qaytaruvchimi desa, demak, oksidlovchi vazifasini bajarar ekan. Mis, oltin, kumush bilan reaksiya bormaydi. Demak, mis oltin, kumush bilan reaksiya boradi yoki bormasligini aytishingiz ham, demak, suvning kimyoviy xossasi ekan. Demak, bormas ekan. Bu uning kimyoviy xossasi. Fizik xossa va kimyoviy xossa tushunarli deb o'ylayman. Ana endi mana shu xossalari orqali moddalar kimyoviy, umuman olib aytganda, hodisalarga uchraydi. Demak, moddalar fizik xossalari va kimyoviy xossalaridan kelib chiqqan holatda hodisalarga uchraydi. Hodisalar ikki xil bo'ladi. Fizik hodisalar va kimyoviy hodisalar. Ikkalasini farqlashni eng oson usuli fizik hodisalarda yangi modda hosil bo'lmaydi. Modda o'zgarmaydi. Qaysi modda bo'lsa, o'sha moddaligicha turadi. Kimyoviy hodisalarda esa yangi modda hosil bo'ladi. Demak, eng katta farqi mana shu. Endi alohida gaplashadigan bo'lsak, yana ham tushunarli bo'ladi. Misol uchun, fizik hodisalarga muzning erishi. Fizik hodisalarda asosan fizik xossalari ishtirok etadi. Misol uchun, nima deydigan bo'lsak, muzning erishi. Ya'ni muzning eriganda nima o'zgaryapti? Faqat agregat holat, birinchi holat, agregat holat o'zgaradi. Ya'ni muz qattiq holatdan suyuq holatga o'tyapti. Ya'ni fizik xossasi o'zgaryapti. Ya'ni fizik hodisalarda asosan fizik xossasi o'zgaradi. Kimyoviy hodisalarda esa ham fizik xossalar, ham kimyoviy xossalari o'zgaradi. Demak, agregat holat o'zgaradi. Fizik hodisalarda eng ko'p uchraydigan jarayon. Agregat holat o'zgarishi nima ekan? Fizik hodisa. Ya'ni misol uchun suvni qattiq holatdan suyuq holatga o'tkazdim. Nima ro'y berdi desa, nima deysiz? Kimyoviy hodisa bo'ldi, fizik hodisa bo'ldi deb savol beriladi sizga. Siz shunchaki agregat holat o'zgarganligi uchun uni fizik hodisa deb aytasiz. Ikkinchisi shakl o'zgarishi mumkin. Misol uchun yumaloq, misol uchun metalim bor edi, o'shani bolg'alab, misol uchun to'rtburchak qilib qo'ydim. Bolg'alab to'rtburchak holatga keltirdim misol uchun. Maxsus idishda yoki bo'lmasa suyuqlantirib to'rtburchak holatga keltirdim. Ya'ni shaklini o'zgartirdim. Yokida bo'lmasa qog'ozim bor edi, uni yirtdim, tarkibiy qismlarga, ya'ni maydaladim. Tarkibiy qismlarga ajratdim qog'ozni. Yangi modda hosil bo'lmayapti, qog'ozligicha qolyapti, metalni bolg'alagan vaqtda metal to'rtburchakligicha qolyapti yoki bo'lmasa aralashmalar hosil bo'lishi. Misol uchun, sement bilan qaysidir moddani aralashtirib, shunchaki aralashtirib qo'ysangiz, ya'ni reaksiya kirishtirmasdan shunchaki aralashtirib qo'ysangiz, misol uchun qum bilan sement shunchaki aralashtirdingiz. Bunda shunchaki aralashma hosil bo'lyapti, yangi modda hosil bo'lmayapti-da. Ya'ni shu holatlariga, demak, mana shu agregat holati o'zgarsa, shakli o'zgarsa, aralashma hosil bo'lsa, tarkibiy qismlar ajralish hodisalarini ko'radigan bo'lsangiz, bu fizik hodisalar ekan. Ya'ni siz bunday qarab turibsiz, nimadir jarayon bo'lyapti. Sizga savol beradi-da, bu fizik hodisami yoki kimyoviy hodisami? Mana shu jarayonlar ro'y beradigan bo'lsa, siz bunga fizik hodisa deb aytib bilishingiz kerak. Misol uchun, simning egilishi. Sim egilganda o'sha simligicha turibdi. Misol uchun, alyuminiy sim bo'ladigan bo'lsa, alyuminiy simligicha turibdi. Mis sim bo'ladigan bo'lsa, mis simligicha turibdi. Shunchaki u egilyapti. Bu holatda yangi modda hosil bo'lmaydi. Mis misligicha turibdi, alyuminiy turibdi. Shunda siz fizik hodisa deb aytib bilishingiz kerak. Ana endi undan keyingisi kimyoviy hodisalar. Kimyoviy hodisalarda demak, birinchi navbatda issiqlik ajraladi, masalan, yonish. Mana birinchi reaksiyada ko'rishingiz mumkin. Yonish jarayoni ro'y beryapti. Yokida bo'lmasa, ikkinchisida ko'rishingiz mumkin. Demak, bu ozodlik haykali edi. Ozodlik haykali, misol uchun 1886-yilda rangi bunaqa bo'lgan, hozir unaqa bo'lgan. Sababi havodagi o'zi kislorod, karbon dioksid suvlarni o'ziga yutib, misol uchun mis moddasi bo'lgan bo'lsa mana endi malaxitga aylanib qolgan. Ya'ni yillar davomida malaxitga aylangan. Ya'ni bunda
yangi modda hosil bo'lyapti. Bu yerda mis bo'lsa, bu yerda malaxit degan modda hosil bo'lyapti. Ya'ni nima bo'lyapti? Butunlay yangi modda hosil bo'lyapti. Rang o'zgaryapti, to'g'ri? Keyingisida misol uchun sutni achib qolishi. Sut achib qolgandan keyin misol uchun mana bunaqa qo'shimcha nimasi bo'ladi. Oqsillari yana achiydi, mana shunaqa holatga keladi. Mana endi mana shuni sutni siz sut holatiga qaytarib bilasizmi o'sha sharoitda yoki tashlab yuborasiz? Albatta tashlab yuborasiz. Ya'ni kimyoviy hodisalarda oldingi moddani qaytarib bo'lmaydi. Masalan, mana malaxit hosil bo'ldi. Malaxitdan shunchaki misga qaytarib qo'yib bo'lmaydi. Siz ustini tozalab tashlab ichidagi misgacha borishingiz mumkindir balki. Endi ichi ham to'liq nima malaxitga aylanib ketib qolmagan bo'lsa, katta ehtimol bilan aylanmagan menimcha, tozalasangiz bo'ladi. Shunchaki ustidagi moddasini siz tozalab olgan bo'lasiz-da. Lekin ustidagi moddasi o'zgardi, bo'ldi. Ya'ni yangi modda hosil bo'ldi. Siz ustini misga qaytarib ola olmaysiz. Yoki bo'lmasa temir zanglagan vaqt siz temirni ustini zangini tushirib tashlashingiz mumkin. Lekin o'sha tushgan zangini temir holatiga qaytara olmaysiz-da. Ya'ni kimyoviy hodisalarda siz yangi modda hosil bo'ladi va oldingi modda, jarayondan oldingi modda sizda bo'lmaydi. Misol uchun yonish jarayonlari, misol uchun xamirda ko'tarilish ham misol uchun karbonatning ajralishi bilan boradi, yangi modda hosil bo'lishi bilan boradi. Kimyoviy hodisalar demak biz keyingi darslarda o'rganamiz navbatma-navbat. Lekin mana 6 ta demak bizga asosiy belgilar berilgan. Birinchi navbatda issiqlik ajralish. Jarayonda issiqlik ajralyaptimi? Demak siz uni kimyoviy hodisa deb qo'rqmasdan aytishingiz kerak. Ya'ni issiqlik ajralish yoki yutilish bilan bo'ladi. Keyingisi rang o'zgarishi, masalan zanglash. Rangi o'zgaradi, to'g'rimi? Temir, misol uchun temir rangida edi, metall rangida. Undan keyin zanglagandan keyin misol uchun qo'ng'ir rangga o'tadi. Rangi o'zgarish bilan boryapti kimyoviy hodisa. Gaz ajralish, misol uchun xamirning yetilishi, karbonatning gaz ajraladi, shishadi. Bunda jarayon boryapti, ya'ni achish jarayoni boradi. Keyingisi yorug'lik ajralishi, misol uchun yonish, ya'ni yorug'lik ajraladi, to'g'rimi? Yoqqan vaqtingizda. Bu ham kimyoviy hodisa ro'y berayotganini bildiradi. Misol uchun tashqarida qarab turibsiz, katta gulxon yonib turibdi. Bu qanaqa jarayon desa, fizikmi, kimyoviymi desa, yorug'lik ajralyaptimi, issiqlik ajralyaptimi? Siz nima deyishingiz kerak? Kimyoviy hodisa deyishingiz kerak. Ta'm o'zgarishi, misol uchun kartoshkani pishishi, misol uchun olov tagiga tashlab kartoshkani pishirgan vaqtingizda ta'mi ham o'zgaradi, hidi ham o'zgaradi, to'g'rimi? Bu vaqt kartoshka pishgan bo'ladi. Ya'ni kartoshka bilan kartoshkaning farqi bor-da. Pishgan kartoshka bilan oddiy kartoshkani solishtirsangiz, umuman boshqa narsa ikkalasi. Cho'kma hosil bo'lishi, masalan, sutning kesilishi. Ya'ni achishi nazarda tutyapti menimcha. Mana bu sut pastga cho'kmaga tushadi. Cho'kma hosil bo'lishi bilan boryapti. Ya'ni kimyoviy hodisalarda mana shu hodisalar ro'y berar ekan. Mana shularni yodlab olishingiz kerak. Va misol uchun mana shu jarayonlar borganda siz aytishingiz kerak, ha bunda kimyoviy hodisa ro'y berdi deb. Endi sizlar bilan asosan fizik hodisalarga ham misollarni ko'rib chiqamiz. Ya'ni ayrim fizik hodisalarni sizlar bilan gaplashamiz. Birinchisi demak moddaning agregat holatlarining o'zgarishi. Demak, agregat holat o'zgarish fizik hodisa dedik. Lekin agregat holatning o'zgarishi biz uchun muhim. Ya'ni bunga doir masalalar keladi, savollar keladi, shu uchun moddaning agregat holati o'zgarishiga batafsil to'xtalishimiz kerak. Demak, e'tibor beradigan bo'lsangiz, misol uchun suv moddasi deb tasavvur qiling. Suvda 3 xil holat bor. Qattiq, suyuq, gaz yoki istalgan bir moddaning qattiq, suyuq, gaz holati bor. Modda agregat holati o'zgarishini har bitta jarayonning o'zining nomi bor. Ya'ni har bittasi fizik hodisa hisoblanadi. Qattiq holatdan suyuq holatga o'tsa, bu fizik hodisa. Bu fizik hodisaning nomi nima? Siz buni demak fandan tashqari ham ko'chada ham ishlatasiz, ya'ni hayot tarzimizda ham. Demak, qattiq holatdan suyuq holatga o'tishi erish deyilishi mumkin yoki suyuqlanish deyilishi mumkin. Bular bir-biridan demak ko'pincha farq qiladi. Asosan suyuqlanish deb aytish to'g'riroq bo'ladi. Erish demak suvda nimanidir eritsangiz erish jarayoni deyiladi. Lekin bizda o'zbek tilida erish va suyuqlanish deyarli almashtirib ishlatamiz asosan. Demak, qattiq holatdan suyuq holatga o'tishi demak suyuqlanish jarayoni deyiladi. Ana endi suyuq suv, ya'ni mustrovda suyuq holatga o'tgandan keyin suv hosil bo'ldi. Ana endi suvni qaynatadigan bo'lsangiz, suvni demak qaynatadigan bo'lsangiz, mana qaynayapti, bu holatiga o'tyapti. Ya'ni bu suv gazi hosil bo'ladi. Ya'ni suvni gaz holatiga o'tishi. Suv demak gaz holatiga o'tyapti. Bu ikkinchi bosqich nima deyilar ekan? Qaynash deyilar ekan. Suyuqlikda gaz holatiga o'tish. Ana endi gazdan suyuq holatga o'tish kondensatlanish jarayoni deb ataladi. Suyuq moddani qattiq holatga o'tishi qotish yoki muzlash yoki kristallanish deb ataladi. Ya'ni har bitta jarayonni o'zini nomi bor ekan. Endi bu jarayon o'zidan o'zi bormaydi. Misol uchun suv turibdi, o'zidan o'zi muzlab, o'zidan o'zi gaz holatiga o'tmaydi. Biz yo temperaturani yo bo'lmasa bosim ta'sirida amalga oshirishimiz mumkin. Birinchi navbatda demak temperatura ta'sirini ko'rib chiqaylik.
Temperatura, demak biz aytdik qaynash temperaturasi bor va suyuqlanish temperaturasi bor. To'g'rimi? O'zi nom bilan turibdi, suyuqlanish va qaynash. Suyuqlanish temperaturasi qayerda amalga oshiradi? Mana bu yerda. Demak, T suyuqlanish. Ya'ni qattiq holatdan suyuq holatga o'tish suyuqlanish jarayoni deyiladi. Mana shu joyda, demak, suyuqlanish temperaturasi ishtirok etadi. Demak, suyuq holatdan gaz holatga o'tish qaynash jarayoni deyilar ekan. Shu sababli mana shu joyda qaynash temperaturasi ishtirok etadi. Suyuqlanish temperaturasi suv misolida olaylik. Mana shu moddani suv deb olaylik. Suvda demak, suyuqlanish temperaturasi necha gradus deydigan bo'lsangiz, qattiq holatdan suyuq holatga o'tishi demak 0 gradusga teng. Yoki bo'lmasa qaynash temperaturasi necha gradus esa 100 gradus deysiz. Ma'no nima? Demak, temperatura minus cheksizlikdan bo'lishi mumkin plus cheksizlikkacha deb olaylik. Har bitta moddani demak suyuqlanish temperaturasi bo'lar ekan mana shunda va qaynash temperaturasi bo'lar ekan. Demak, suyuqlanish temperaturasigacha bo'lgan holatda modda qattiq holatda bo'lar ekan. Ya'ni minus cheksizlikdan suyuqlanish temperaturasigacha qattiq holatda bo'lar ekan. Suyuqlanish temperaturasidan qaynash temperaturasigacha demak suyuq holatda bo'lar ekan. Mana ko'rib turibsiz, oralig'ida suyuq holatda turibdi. Keyin qattiq holatda endi inja plus cheksizlikkacha desak o'zi xato bo'ladi aslida, lekin qaynash temperaturasidan keyin deb aytaylik, hozir tushunarli bo'lishi uchun. Qaynash temperaturasidan keyin esa modda gaz holatiga o'tar ekan. Xuddi shunday suv misolida oladigan bo'lsak. Suv minus 10 gradusda qaysi agregat holatida bo'ladi deb savol berilishi mumkin sizga. Siz qaraysiz, suyuq holatdan oldindan, ya'ni mana bu yerda minus gradus, bu taraf plus gradus. Selsiy bo'yicha. Minus 10 gradus Selsiyda suvimiz demak suyuq bo'ladimi, qattiq bo'ladimi? Siz qaraysiz, demak minus gradusdan 0 gradus orasida. Qanaqa holatda bo'ladi? Qattiq holatda bo'ladi. 0 gradusdan 100 gradusga qanaqa holatda bo'ladi? Suyuq holatda bo'ladi. 100 gradusdan keyin esa demak minus gradusdan 0 gradusgacha qattiq, mana ko'rib turibsiz. 0 gradusdan demak 100 gradusgacha suyuq, 100 gradusdan keyin plus gradusgacha demak gaz holatda bo'lar ekan moddalar. Ya'ni bu temperatura ta'siri ekan. Tushundingizmi? Moddaning bu agregat holatini o'zgarishini misol sifatida ko'rdik. Sizga savol tushadi. Suv 70 gradusda qanday agregat holatga ega bo'ladi? Yokida bo'lmasa istalgan moddani suyuqlanish va qaynash temperaturasini beradi, istalgan temperatura beradi. Misol uchun tasavvur qiling, suyuqlanish temperaturasi -10 gradus misol uchun. Misol uchun qaynash temperaturasi misol uchun 107 gradus misol uchun. Sizga 30 gradusda qanday holatda bo'ladi modda desa, demak suyuqlanish temperaturasida minus gradus orasida, minus 30 mana bu yerda taxminan mana bu minus 10 bo'ladigan bo'lsa. Demak, minus 10 bilan minus 30 orasi qattiq holatda bo'ladi deb aytishingiz kerak bo'ladi. Va hokazo. Misol uchun 100 gradusda qanday holatda bo'ladi desa, mana bu qaynash temperaturasi 107 bo'ldi. 100 gradus demak minus 10 bilan 107 ni orasida. Shu orasida bo'lganligi uchun suyuq holatda bo'ladi deb aytib bilishingiz kerak. 107 dan yuqori beriladigan bo'lsa, siz gaz holatda deb aytib bilishingiz kerak. Bu temperatura ta'siri edi. Uni yana biz keyingi prezentatsiyaga qaraydigan bo'lsak, demak, pingvinlarga o'xshatsak bo'ladi. Ya'ni pingvinlar qattiq holatda, qachon qattiq holatda mana yopishib olgan bo'ladi, ya'ni zich holatda bo'ladi. Demak, bu juda ham sovuq havoda. Ya'ni temperatura ortib borishi bilan pingvinlar demak orasini ocha boshlaydi, ya'ni masofa kengayadi. Ya'ni juda ham havo isib ketadigan bo'lsa, oradagi masofalar juda ham keng bo'ladi. Ya'ni keng bo'lib yuradi. Bunga sabab nima deydigan bo'lsa, demak bunga sabab temperatura. Temperatura ortgan sari ularning orasidagi masofa kamayib boradi. Ya'ni qattiq holatdan suyuq holatga o'tdi deganning ma'nosi nima o'zi? Shunchaki o'tmaydi. Oradagi molekulalarning orasidagi masofa kengayadi va bizning ko'zimizga suyuq holatda ko'rinadi. Va yana ham molekulalar bir-biridan uzoqlashib ketadigan bo'lsa, molekulalar qancha uzoq bo'ladigan bo'lsa, molekulalar zich bo'lmaydi. Uzoqlashib ketgandan keyin bizning ko'zimizga ko'rinmaydi. Shu vaqtda ular gaz holatiga o'tgan bo'ladi. Ya'ni temperatura kamayib boradigan bo'lsa, yana gaz holatdan suyuq holatga, suyuq holatdan qattiq holatga o'tadi. Bu demak temperatura ta'sirini eslab qolishingiz uchun juda ham foydali. Ana endi undan tashqari bosimni ta'siri ham bor. Bosim asosan gazlarga ta'sir qiladi. Ya'ni gazlarni, ayrim gazlarni biz siqish orqali, ya'ni gazlarni, ya'ni bosimini oshirish orqali, bosimni yuqori qilishimiz orqali suyuq holatga o'tkazishimiz mumkin. Suyuqdan demak yuqori bosim berib, qattiq holatga o'tkazishimiz juda ham qiyin. Biz buni bosim ta'sirini zajigalkada ko'rsak bo'ladi.
o'zi yuqori bosimda turgan bo'ladi. Zajgalkani ichidagi suyuqlik organik moddalar hisoblanadi ular. Biz o'sha zajgalkani qimirlatgan vaqtimizda, ishlatgan vaqtimizda zajgalkada bosim kamayadi. Ya'ni bosim ochiladi, bosim kamayadi. Shu vaqtda o'sha suyuqlik gaz holatiga o'tadi va o'sha gazimiz keyin yonadi. Ya'ni bosim kamayganligi sababli suyuq holatdan gaz holatiga o'tadi. Agar gazga bosim beradigan bo'lsa, gaz holatdan suyuq holatga o'tkazishi mumkin. Shu uchun bosim asosan gazlarga ta'sir qilinadi deb olinadi. Bu demak bosimni ta'siri. Ana endi fizik hodisalarda hali davom etamiz. Agregat holatda o'zgarishi. Agregat holatlar demak qattiqdan suyuqqa, suyuqdan gazga, gazdan suyuqqa, suyuqdan qattiqqa o'tishini tushundingiz. Lekin anomal agregat holat o'zgarishi ham bor ekan. Bu sublimatsiya deb ataladi. Ya'ni modda qattiq holatdan suyuqlanmasdan turib to'g'ridan to'g'ri gaz holatiga o'tishi. Misol uchun quruq muz oladigan bo'lsak, yoki bo'lmasa yotning oladigan bo'lsak, sublimatlanish jarayoni bor. Misol uchun mana quruq muz qattiq holatda turibdi, to'g'ridan to'g'ri mana ko'rib turibsiz, gaz holatiga o'tib ketyapti. Ya'ni bug'lanib ketyapti. Mana yot qattiq holatda turganda suyuqlanish holati o'tmasdan, demak, to'g'ridan to'g'ri gaz holatiga o'tib ketyapti. Aslida suyuq holatiga o'tadi, faqat juda ham kam soniya bo'ladi, nechadir millisekundlar bo'ladi, bizning ko'zimizga ko'rinmaydi. Shu uchun, ya'ni suyuq holatga o'tmadi deb hisoblanadi shu sababli. Shuning uchun biz qattiq holatdan suyuqlanmasdan to'g'ridan to'g'ri gaz holatiga o'tdi deb olamiz. Demak, biz hozir agregat holatlarni o'rganib o'tdik. Ana endi aralashmalarni ajratish usullari bor. Bu narsani bilishimiz kerak va bu ham fizik hodisa hisoblanadi. Shuning uchun aynan shu mavzuni ichiga kiritib ketganmiz. Biz oldingi darsimizda demak aralashmalarni o'tganlarga gidrogen, gomogen aralashma. Mana shularni qanday qilib bir-biridan ajratish mumkin? Ya'ni sof moddalarni aralashtirib, demak aralashma olgandik. Ana endi sizga aralashma qo'lingizga tushib qolgan vaqtda mana shuni qanday qilib ajratasiz? Shuni ko'rib chiqamiz. Va aralashmalarni ajratish usullari asosan fizik hodisalar ekan. Shuning uchun fizik hodisalarni ichiga qo'shdik. Misol uchun birinchisi magnitlash, ya'ni qaysidir moddaga magnitga tortiladigan boshqa bir modda aralashsa, misol uchun aynan berilgan qumga temir qirindalar aralashib qoladigan bo'lsa, magnit yordamida ajratsangiz bo'ladi. Ya'ni magnitni bosib, magnitlash usuli orqali ajratyapsiz. Ya'ni fizik xossasidan foydalanyapsiz va amalga oshirdingiz shu jarayonni. Bu jarayon nima deyiladi? Fizik hodisa deyiladi. Kimyoviy hodisa emas. Va bu ajratish usuli magnitlash usuli hisoblanadi. Keyingisi qo'lda ajratish usuli. Bu endi ozroq modda bo'ladigan bo'lsa va zaharsiz, zararsiz bo'ladigan bo'lsa, qo'lda ajratsangiz bo'ladi. Bir-biriga mana ajratib o'tirib ko'ryapsiz. Moddalarni bir-biridan ajratish usuli. Bu qo'lda ajratish usuli deyiladi. Aralashmadagi yirik zarrachalarni ajrata olasiz. Yana ajratish usullaridan elash. Masalan, mana bu yerda berilgan donni po'stlog'idan ajratish uchun ishlatiladi. Ya'ni shamol yengil po'stloqni uchirib yuboradi. Uchirib yuboryapti po'stlog'ini va mana bu yerga doni tushyapti. Bu demak elash deyiladi. Keyin elakdan o'tkazish bor. Biz elak deymiz, kimdirlar elak deyishi mumkin. Demak, elakdan o'tkazish usuli. Ma'lum o'lchamdagi zarrachalarni ajratish uchun teshikli yoki to'rli elakdan foydalanish mumkin. Buni bilasiz, endi ko'rgansiz. Uni misol uchun hayotda ko'rganingiz, demak, katta kepakdan ajratishingiz mumkin. Bu elakdan ajratish usuli, ya'ni aralashmalarni ajratyapmiz. Keyingisi tindirish va dekantatsiya. Bular ketma-ketlikda amalga oshiriladi. Mana bu gidrogen sistema ko'rib turganingiz va bu barqaror sistema hisoblanmaydi. Ya'ni vaqt o'tishi bilan, misol uchun qumni suvda aralashtirsangiz, barqaror holatda suzib yurmaydi-da. Bir-biridan ajralib qoladi, mana bunaqa yuza hosil qilib. Ko'rib turganingizdek, yuza hosil qilib ajralyapti. Bu demak, mana shu qumni aralashtirdingiz suvga, endi ajratishingiz kerak. Idishni qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, demak, vaqt o'tishi bilan suyuqlik yuzada, demak, qattiq qism tinadi pastga. Bu jarayonga, mana shu jarayonga tindirish jarayoni deb ataladi. Moddalar zichligiga ko'ra o'z-o'zidan ajralish tindirish deb ataladi. Tindi. Ana endi tindirish natijasi cho'kindi hosil bo'ldi. Mana shu cho'kindini, demak, suyuq fazasini, mana bu suyuq qismini mana ko'rib turibsiz. Biz alohida ajratib olishimiz kerak bo'ladi. Suyuq fazani ehtiyotkorlik bilan ajratib olishimiz, demak, dekantatsiya usuli orqali amalga oshiramiz. Demak, dekantatsiya bu suyuqlikni pastki qismida qolgan qattiq cho'kindidan ehtiyotkorlik bilan ajratib olishimiz kerak. Mana shu jarayonga demak dekantatsiya deyiladi. Tushundingizmi? Bunda suyuqlik ustki qatlamdan sekinlik bilan quyib olinadi. Keyingi aralashma ajratish usuli bu filtrlash hisoblanar ekan. Filtrlash demak suyuqlik yoki gaz o'tishiga imkon beruvchi va qattiq zarrachalarni tutib qoladigan filtr to'siq yordamida aralashmalarni ajratish usuli.
Ya'ni qandaydir heterogen aralashma bor. Mana ichida nimalar bor? Qoldiqlar bor, qattiq to'g'rimi? Siz buni ajratib olishingiz kerak. Filtrdan nima o'tadi? Mana filtr qog'ozi, maxsus qog'oz. Filtr qog'ozdan, demak, qattiq qismi mana filtr qog'ozi ushlanib qolyapti. Qoldiq ko'ryapsiz? Baramka yordamida. Demak, baramkadan o'tadigani filtrat o'tyapti. Bu demak, filtrdan qog'ozdan o'tgan tiniq suyuqlik. Buni demak, osh tuzi eritmasi misolida qilsangiz bo'ladi. Bu laboratoriyada ham bor, bunga mos. Demak, osh tuzi eritmasi, ifloslangan osh tuzi bor. Ya'ni osh tuzi, suv solasiz, eritasiz va ustiga qum solib yuborasiz. Endi tasavvur qiling, siz buni ataylab qilmadingiz. Mana shunaqa aralashmangiz bor. Qumni ichida suzib yurib, qumni alohida ajratishingiz kerak. Nima qilasiz? Demak, mana shu heterogen aralashmani varankadan filtr qog'oz orqali o'tkazasiz. O'tkazganingizda qumlari ushlanib qoladi va filtr qog'ozidan tiniq osh tuzi eritmasi o'tadi. Ana endi bu filtrlash jarayoni ekan. Endi mana shu osh tuzini tasavvur qiling, filtr qog'ozdan o'tdi. Ana endi filtrat bor, lekin bu qanday sistema? Gomogen sistema. Ya'ni bunda suvi bor va tuzi bor ichida, misol uchun. Ana endi buni ham ajratishingiz kerak deb savol qo'yiladigan bo'lsa, bu uchun maxsus usul bor, bug'latish usuli. Aynan mana shuni bug'latish usuli orqali ajratasiz. Demak, birinchi filtrlash usulidan foydalandik aralashma ajratish uchun, keyin bug'latish usulidan foydalandik. Bularning hammasi fizik hodisalar bo'lyapti va bu orqali biz aralashma ajratish usulini ham o'rganib ketyapmiz. Bug'latish orqali demak, mana o'sha tuzli suv bor. Uni demak biz mana bu yerda bug'latish uchun qo'yamiz spirt lampasining tagiga. Mana bu yerda bizda asbest setka orqali o'rnatiladi va asta-sekin qizdiriladi. Suv bug'lari uchib ketadi, suv bug'lari uchib ketyapti va bizada idish tagida oxirida osh tuzi qolyapti. Suvni alohida demak, suyuq holatga o'tkazib olamiz. Suv alohida qoladi, osh tuzi alohida qoladi. Lekin maqsad o'zi osh tuzini ajratib olish bundan. Demak, bu bug'latish usuli ekan. Keyingisi distillash usuli. Distillash ikkita suyuq moddalar bor. Misol uchun, etil spirt bilan suv. Biz bunday sistemani etil spirt bilan suvda aralashtirsangiz, gomogen aralashmaydi, to'g'rimi? Eslasangiz, aralashmalarni o'tgandik. Mana shu gomogen aralashma qaynash harorati farqi asosida ajratsangiz bo'ladi. Biz mavzuni boshida aytgandek, etil spirt bilan qaynash temperaturasi 78 gradus, suvniki 100 gradus. Demak, mana shu gomogen aralashma, mana spirt bilan suv turibdi. Biz uni demak qizdiradigan bo'lsak, issiqlik ta'sirida bug'lana boshlaydi. Birinchi bo'lib qaysi bir bug'lanadi? Temperatura 78 gradusga yaqinlasha boshlaganda, lekin amaliyotda bunaqa bo'lmaydi aslida. O'zi 50-60 gradusdan boshlab o'zi spirt bug'lana boshlaydi. Demak, 78 gradusda bug'lana boshlaganda mana bu kondensator. Demak, bug'lana boshlaganda kondensatordan o'tganda nimamiz? Bu kondensator mana buni aylanib turish kerak edi o'zi, ya'ni xolodilnik deyiladi o'zi. Sovuq suv kiradi, issiq suv chiqadi, ya'ni sovuq suv kiradi, ya'ni xolodilnik qo'pol qilib aytganda. Oddiyroq aytganda. Mana bunda spirt o'tib boshlaydi, mana bunday o'tib boshlaydi. Mana bu xolodilnik, oddiy qilib aytaylik, muzlatadigan. Muzlatganda demak suyuq holatga o'tkazib yuboradi. Mana bu spirt bug'larini suyuq holatga o'tkazib yuboradi. Va suyuq holatda mana bu yerda ajralib o'tadi. Va mana shu jarayonga distillash deyiladi. 78 gradus atrofida ushlab turadigan bo'lsak, hamma spirtni mana bu yerga spirt bo'lib ajraladi va mana bu idishda suv qoladi. Va biz suv va spirtni qaynash haroratlari farqiga asoslangan holatda ajratib olgan bo'lamiz. Demak, biz sizlar bilan kimyoviy hodisalar, kimyoviy xossa haqida gaplashdik, fizik xossa haqida gaplashdik, fizik hodisalar va kimyoviy hodisalar haqida gaplashdik. Kimyoviy hodisa bilan kimyoviy xossani farqlamang. Adashtirib qo'ymang. Misol uchun mana bu qo'limda turgan misol uchun ko'mir deb tasavvur qiling, ko'mir yonadi deb aytadigan bo'lsam, bu kimyoviy xossasi. Lekin ko'mirni yoqib ko'rsatadigan bo'lsam, bu yerda kimyoviy hodisa amalga oshadi. Tushundingizmi? Fizik xossa ham shunday. Qo'limda muz turgan bo'lsa, bu muz qattiq deb aytadigan bo'lsam, bu uni agregat holati va fizik xossa hisoblanadi. Agar muzni eritib ko'rsatadigan bo'lsam, jarayon ketyapti, ya'ni videoga olsangiz bo'ladi jarayon. Vaqt davomida aytyapti, bu fizik hodisa hisoblanar ekan. Tushundingizmi? Fizik hodisalarda demak fizik xossasi o'zgarishi mumkin, faqat kimyoviy hodisalarda ham fizik, ham kimyoviy hodisalar o'zgarishi mumkin ekan. Demak, sizlar bilan bugungi paragrafimiz mana shundan iborat edi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.